Kozimjon, furechilarga mos darvozamiz bor, bir ko'rsatib o'ting. Aynan shunaqalarga Ha, ko'rsatib. furechilarga obuna sheringizga mos mana Darvozani haqiqiy chempion ustalari aynan Namanganda desam adashmagan bo'laman. Nimaga uni deb aytayapman? Butun bir O'zbekistonga aynan mana shu Namanganda darvozalar yasab chiqarib yuboriladi. Nafaqat O'zbekiston, qo'shni davlatlarga ham Namanganda darvozalar yasab chiqarib yuborilyapti. Shunaqa chempion ustalaridan biri usta Obidxon akamizni oldilariga kelganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Kozimjon. Obidxon aka o'zimizni mahalladosh bo'ladilar. Endi darvozani to'g'risi o'zim yaxshi tushunmayman. O'zingiz birma-bir obunachilarga tushunarli qilib tushuntirib o'tamiz. Xudo xolisa. Qani bir chekkada yo'qsa qaysidan boshlaymiz? High-tech fason skromniy darvozamiz 2 qavat shumkali bo'lgan. Listlari ham qarang, profillari ham qarang, ikkita yo'ni taglar shivellar bo'lgan. Dastavka, uстановка qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Buni narxini ham sirasi aytib ketaverasiz. Narxi kvadrati 1.300.000 so'mda O'zbekiston bo'yicha dastavka, uстановка qilib beramiz. Keyingisi mana bu gruntovka varianti. Har bitta darvozani kraska sepishdan oldin xuddi shunday qilib gruntovka sepamiz. Keyin kraska sepiladi. Gruntovka qanaqa bo'ladi deganlarga shunaqa bo'ladi Kozimjon, gruntovkalari. Bu ham o'sha kraskasi bilan o'shalar bilan bir xil. Buni farqi uni chekkasiga dilab bo'lgan, bunda taroqli bo'lgan skromniy variant, bu o'sha trenddagi darvozalar. Bu ham high-tech fason. Buni narxini ham aytib ketasan. Ashim bilan narxi bir xil 1.300.000 so'mda O'zbekiston bo'yicha dastavka, uстановка qilib beramiz. High-tech fason, bular ham 1.200.000 so'm kvadrat metri. Samarqand fasonimiz bor. 1.300.000 so'mda 1.700.000 gacha holatiga qarab dastavka, uстановка O'zbekiston bo'yicha. Bu yana bitta o'sha ashimlar bir xil razmerda farqi bor. Bular tayyor sotuvdagi darvozalar. Razmer to'g'ri kelib qolsa, dastavka, uстановка qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Agar sizga telefon qilib razmerlarni aytishadigan bo'lsa, o'zlari xohlagan dizaynda tayyorlab yasab beramiz. Yana bitta Kozimjon, furechilarga mos darvozamiz bor, bir ko'rsatib o'ting. Aynan shunaqalarga ko'rsatib. Furechilarga obuna sheringizga mos mana bu darvozamiz katta splashni ochiladi, joylarga qarab. Bu splashni ochiladi, splashni ochiladi. Bundan katta fure kiradigan qilib ham tayyorlab beramiz darvozalarni. Aytgan razmeringizda o'sha katta darvozalarni ham bemalol tayyorlab berishadi. Darvozani kattaligiga qarab materiallarni o'shiq-bo'shiqlarni ishlatamiz. Katta o'shiq-bo'shiq uchtadan qilib, jo'li qilib beramiz. Albatta mustahkam qilib, ishlariga garantiya berishadi. Xudo xolisa. Bu tarafda arzon darvozalarimiz, bular hammasi aksiyada, tayyor, hammasi sotuvdagi darvozalar. Kvadrati 500.000 so'mdan boshlanadi O'zbekiston bo'yicha dastavka, uстановкасы bilan. Metran qalin parashligiga qarab, bularni o'sha 550.000 dan uстановкасы bilan qilib beramiz. Bular high-tech fason deyiladi-da. Shtampovkali arzonroq varianti. Mana shundan bari hammasi arzon varianti. Hammasi pashti bir xil. Bularni ham metralar yangi darvoza sotuvga tayyorlab qo'yganmiz. Kimga razmer to'g'ri kelib qolsa, olib borib uстановка qilib beramiz. Agar mana shu Fura bozor kanalida ko'rib, chiqayotgan obunachilarga qanaqadir yengillik ham qilib berasiz-da. Yengillik qilib, skitkada qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Endi bu tomondagi darvozalarni ham tanishtirib ketsangiz. Hammasi o'sha shtampovkali. Fasoni har xil, narxi bir xil materialga qarab. Telefon raqamingizni aytsangiz, o'zingizga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni o'zingizga olasiz. Ma'lumot beraylik. 93 912 0005. Aloqaga chiqaverasiz 24 ga 7 aloqada bo'ladi usta akamiz o'zlari. Qanaqadir o'zingizga mos o'sha razmerdagi darvozalarni ham o'zingiz xohlagan dizaynda tayyorlab beradilar. Ishlariga o'zlari kafolat beradilar albatta.